Barchaga assalomu alaykum. Kripto haftaligida sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda kriptovalyuta olamida bir hafta ichida bo'lgan eng muhim xabarlarni ko'rib chiqamiz. Sizdan esa bu videoga bitta like, podpiska hamda kommentariyalarda o'z smayliklaringni qoldirlaring. Bu menga bu rubrikani davom ettirishda juda katta motivatsiya beradi. JP Morgan kriptovalyuta olamida o'zining tokenlashtirilgan fondini yaratmoqda. MicroStrategy 14 dekabr kuni 10645 ta bitcoinni o'rtacha $92,000 sotib olganligi haqida xabar berdi. Natijada kriptovalyutaga bog'liq bo'lgan qonunning qarori 2026-yilga qoldirilganligi uchun bitcoinning narxi tushib ketishni boshladi. Aster tokeni 23 dekabrdan buybackning 5-bosqichi boshlanganligi haqida e'lon berdi. Keling sizga tarixdan bir kichikgina lavha tushuntirib beraman. Dunyodagi eng yirik banklardan bo'lgan JP Morgan kriptovalyutada o'zining tokenlashtirilgan fondini ochgani haqida e'lon berdi. 15 dekabr 2025-yilda JP Morgan kriptovalyutada o'zining $100 million tokenlashtirilgan kripto fondini ochgani haqida xabar berdi. Bu fondga JP Morgan My On-Chain Net Yield Fund deb nom berdi, qisqacha Money. Hozirgi kunda bu fondga faqatgina private investorlar sarmoya kiritishi mumkin. Xo'sh, tokenlashtirilgan fond o'zi nima? Kriptovalyutada bu yangi yo'nalish bo'lib, RV deb nomlanadi. Ya'ni haqiqiy dunyo aktivlarini muzlatib qo'yib, ularni kriptovalyutada token sifatida ishlab chiqarish. Misol uchun, tasavvur qiling, sizning ko'chmas mulkingiz bor. Siz tegishli tokenlashtiradigan yuridik shaxslar orqali o'z uyingizni muzlatib qo'yasiz va ular sizga kriptovalyutada sizni tokenlashtirilgan uyingizni tokenni ishlab chiqarib beradi. Ya'ni bu tokenni sizning uyingiz ta'minlab turibdi va uni xohlaganga sotishingiz mumkin. JP Morganning tokenlashtirilgan fondi qanday ishlaydi? Birinchi o'rinda investorlar o'z pullarini bu fondga kiritadi. Bu fond esa bu pullarni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat obligatsiyasi hamda repo bitimlarini sotib oladi va ulardan kunlik foiz ishlaydi. Sizga esa, ya'ni investorga fonddagi ulushingizni ko'rsatib turadigan kriptovalyutadagi tokenlashtirilgan Money tokeni beriladi va siz bu tokenni kashlogingizda ushlab tursangiz, har kunlik bu aktivlarni olayotgan daromadidan sizga foiz to'lanib boriladi. Agar siz bugungi kunda an'anaviy fond bozorida mana shu kabi fondga pul kiritmoqchi bo'lsangiz, sizni bir nechta qiyinchiliklar oldinda kutadi. Ya'ni qog'ozbozlik juda ko'p. 3-4 kun siz kutishingiz kerak. Agar shanba-yakshanbaga to'g'ri kelib qolsa, sizni kutish davringiz balki bir haftaga cho'zilib ketishi mumkin. Agar ruxsat olinsa ham siz bu fondga pulingizni kiritganingizdan so'ng, siz bu fondni ishlayotgan pullari yoki ushlayotgan aktivlari haqida bankning hisoboti orqali faqat bilishingiz mumkin. Kriptovalyutada esa aynan mana shunaqa fondda yaratilgan afzal tarafi ham shundaki, siz bu tokenni bitta klik orqali sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari bu fond ushlayotgan pullarni yoki siz qilayotgan daromadingizni foizini on-chain 24 ga 7 har doim o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari siz agar bu ushlayotgan tokeningizni sotib yubormoqchi bo'lsangiz ham sizga bor yo'g'i bitta klikni o'zi yetadi. Men bu xabarni o'rganib chiqayotganimda bitta qiziq joyiga juda katta e'tiborni qaratdim. Kelajakda, hozirgi kunda emas, albatta kelajakda bu fondning tokenlari garov sifatida ishlatilish planda turibdi. Ana endi juda yirik sxemani tasavvur qiling. Moliyaviy bozorda davlat obligatsiyalarini muzlatib qo'yishgan, undan kelib chiqib yangi kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kriptovalyuta ishlab chiqarishgan va uni garovga qo'yib, yana yangi pullarni ishlab chiqarishyapti. Bitta aktivni o'zidan ikkita sun'iy aktiv yaratilyapti. Bu esa juda zo'r va juda chuqur o'ylangan moliyaviy sxema hisoblanadi. Izoh sizdan, bu yaxshimi yoki noto'g'rimi? Bu narsani siz bilishingiz kerak. Umuman olganda JP Morgan tomonidan ishlab chiqarilgan tokenlashtirilgan fond nima uchun kriptovalyuta bozoriga juda katta ahamiyatga ega degan savolga mana bunday javob beraman. Shu paytgacha ham boshqa yirik banklar ham o'zining kripto fondini, ya'ni tokenlashtirilgan fondini chiqarishgandi, lekin ularning barchasi yopiq private, ya'ni yopiq blockchainda ularni qilayotgan daromadi, fondni ushlayotgan aktivlarni sizu biz ko'ra olmasdik. JP Morgan esa Ether blockchainida, ochiq blockchainida bemalol on-chain ma'lumotlarni ko'rsa bo'ladigan qilib tokenlashtirilgan fond yaratyapti. Bu esa blockchainlar texnologiyasini banklar tomonidan ishlatilishiga ham yashil svet degani.
Bu xabar haqida fikringiz qanday? Kommentariyada albatta yozib qoldiring. JP Morgan 100 million dollarlik tokenlashtirilgan fond ochayotgan bir pallada kimdirlar esa kriptovalyuta bozorida bir kunda 100 million dollarni puf qilib yo'qotib qo'yadi. Bitcoinning miqdori bo'yicha eng ko'p ushlaydigan kompaniyalardan biri MicroStrategy 14-dekabr kuni 10.645 ta bitcoinni o'rtacha 92.000 dollardan sotib olganligi haqida xabar berdi. Bir kunda esa bitcoin 85.000 dollardan pastga tushib ketib, bir kunlik savdosida MicroStrategy 90 million dollardan ziyod pulni yo'qotdi. Ma'lumot tariqasida MicroStrategy kompaniyasi 15-dekabr 2025-yilgi ma'lumotlarga qaraganda o'rtacha narxi 68.000 dollardan bo'lgan 671.269 ta bitcoinni o'z kompaniya aktivlari hisobida ushlab turadi. Ularning bugungi kundagi narxi esa 33 milliard dollardan ziyod. Amerika Qo'shma Shtatlari Senatida kriptovalyutaga bog'liq bo'lgan qonunning qarori 2026-yilga qoldirilganligi uchun bitcoinning narxi tushib ketishni boshladi. Buning natijasida 90 mingdan yuqorida savdo-sotiq qilinayotgan bitcoin tushib ketib 87 ming atrofida savdo-sotiq qilinishda davom etmoqda. Crypto Market Structure Bill qonuni kriptovalyuta bozorini qanday tartibga solish kerak edi. Birinchi o'rinda kriptovalyutalarni qaysi regulyator nazorat qilish kerakligini aniqlash kerak edi. Ikkinchi o'rinda esa kripto birja hamda brokerlarga qo'yiladigan talablarni aniqlab olish kerak edi. Uchinchi o'rinda esa qaysi kriptovalyutalar raqamli aktiv, raqamli tovar, qaysilari esa qimmatbaho qog'oz tushunchalarini aniqlab olish kerak edi. Bu qonunni qabul qilish bo'yicha qaror kechiktirilganligi sabab senatorlar o'rtasida ozgina kelishmovchiliklar bo'lgan, jumladan kriptovalyuta bozorini qaysi regulyator nazorat ostiga olish kerak degan savolga aniq javob topisha olmagan. Ayrim senatorlar SEC tomonidan regulyatsiya qilish kerak degan, ya'ni qimmatbaho qog'ozlar hamda birjalar komissiyasi tomonidan. Ikkinchi yarim senatorlar esa CFTC aks future tovarlari savdosining komissiyasi orqali nazorat qilish kerak degan fikrda edi. Undan tashqari esa DeFi yo'nalishiga bog'liq bo'lgan bir qarorga kelisha olmadi. Ayrim senatorlar DeFi, ya'ni Decentralized Finance ni to'liq nazorat ostiga olib tartibga solish kerak deyishdi. Ikkinchi yarim senatorlar esa DeFi yo'nalishini, ya'ni Decentralized Finance yo'nalishini tartibga solib butunlay nazoratga olinmoqchi bo'lsa, bu ismi jismiga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lib qoladi, chunki Decentralized Finance, ya'ni markazlashgan finans, moliya degan narsani o'z-o'zidan aytib turibdi. Uni regulyatsiya qilib bo'lmaydi deb. Xullas, mana shunday notada hech qaysi bir qarorni oxirigacha yetisha olmadi va bu qonunni qabul qilish, qarorini qabul qilish 2026-yilga qoldirildi. Xabarimizda DeFi haqida so'z boshlagan ekanmiz. DeFi o'zi nimaligini qisqacha men sizga tushuntirib beraman. Bir so'z bilan aytganda, DeFi bu kriptovalyuta bozorida, ya'ni moliyaviy bozorda bank, ya'ni siz Decentralized Finance markazlashmagan bank, siz u yoqqa borib o'z pullaringizni yillik foiz ishlash uchun tikib qo'yishingiz mumkin, muzlatib qo'yishingiz mumkin yoki garov evaziga borib siz qo'shimcha yillik foiz to'lab kredit olishingiz mumkin bo'lgan bozor hisoblanadi. Xo'sh, bu bozorda bizda qanaqa muammolar o'tgan hafta bo'ldi? Hozirgi kunda eng yirik DeFi platformalaridan bo'lgan Aave Labs, ya'ni Aave tokenini siz bilsangiz kerak, o'shalarda juda bir qiziqarli muammo yuzaga kelgan. Keling birma-bir tushuntirib beraman. Bu platforma nima uchun markazlashmagan DeFi platformasi hisoblanadi? Uning Aave Labs degan o'zining asos solingan kompaniyasi bor, ya'ni Stani degan inson tomonidan yaratilgan va uni ichida Aave DAO, ya'ni Aave tokenini egalari bu proyektni kelajagi uchun ovoz berish orqali birgalikda boshqaruvni olib borishadi. Aave Labsning egasi Stani, Aave DAOning egasi esa Aave tokenini holderlari. Tushuntirib bera oldimmi? Qanday holat yuzaga keldi? 4-dekabr kuni Aave Labs CoSwap degan DEX bilan kelishuv qildi. Buning asosiy maqsadi tranzaksiya narxlarini kamaytirish, MEV botlardan himoyalanish va hokazo. Bir qaraganda oddiy holat. 11-dekabr kuni esa bir hafta o'tgandan so'ng Aave DAO'sida ishtiroki bo'yicha eng faollardan biri bo'lgan bitta delegat on-chain ma'lumotlarini tekshirib chiqib, bitta xulosaga keladi. CoSwap orqali tranzaksiyalardan o'tayotgan komissiyalarning puli DAOning kashlogiga emas, ya'ni butun DAOni kashlogiga emas,
Aave Labs'ning o'ziga ketayotganini aniqlaydi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda, Aave protokolida bo'ladigan barcha tranzaksiyalardan ishlayotgan komissiyani puli oldin DAO Labs'ni qozoniga tushardi. 11 dekabrda esa 4 dekabrdan CoinSwap orqali kelayotgan pullar Aave Labs'ni o'ziga tushayotganini aniqladi. 12 dekabr kuni esa Aave DAO'sining eng yirik delegatlaridan biri Mark Zeller Aave Labs'ni $10 million pulni yashirincha yo'l bilan xususiylashtirilganda aldab, Aave DAO'si olish kerak bo'lgan pulni o'zlariga xususiylashtirdi deb ularni aybladi. Aave Labs'ni egalari, ya'ni xususan Stani o'z Twitter akkauntida bu bo'layotgan holatga mana shunday javob berdi. Aave DAO, ya'ni butun mana DAO'ni egalari faqatgina protokolni smart kontraktlari, u yoqda aylanayotgan pullarini foydasini olishi mumkin. Biz esa Aave Labs interface, ya'ni saytning interfeysidan kelayotgan barcha pullarni biz olishimiz kerak. CoinSwap orqali qilingan integratsiya bu aynan saytimizni front-end, ya'ni oldi taraf interfeysiga integratsiya. O'shaning uchun bu pul DAOga uncha hech qanday aloqasi yo'q deb e'lon qildi va bu DAO ichida juda katta portlashga olib keldi. Ana endi tasavvur qiling, siz aynan mana shunday markazlashmagan bir DAOni ishtirokchisi bo'lsangiz va bu platformaning egalari o'z boshimchalik bilan yashirin komissiyadan kelayotgan pullarni o'zini kashlogiga olish imkoniyati bo'lsa, bu o'z-o'zidan qayerda bu markazlashmagan degan savolni tug'diradi va DAOni ichida aynan mana shunaqa savollardan kelib chiqib juda ko'p takliflar chiqdi. Ya'ni Aave Labs'ni ham DAOni boshqaruviga o'tkazish kerak. Aave brendini DAOni huquqiga o'tkazish kerak. Nima sababdan markazlashmagan platformani egalari bo'lish kerak, hech qanday bir kishilik boshqaruv bo'lmaslik kerak degan takliflar chiqdi. Mana shunday ziddiyatlar o'rtasida 22 dekabr kuni Aave Labs DAOga ochiq ovoz berishni e'lon qildi. Ya'ni xohlasalaring ovoz beringlar, barcha brand, naming Aave Labsni ham barchasini, hostni, serverni barchasini DAO Labsga o'tkazamiz va ular egalik qiladi. Ha yoki yo'q deb javob bering deb ochishdi va bugungi kunda 23 dekabr holati ovoz berish ochildi va bugungi holatga ko'ra 62% kerak emas, ya'ni Aave Labsda o'zining namingi, brendi barchasi qolsin, DAOni o'zini komissiyadan olayotgan foydasi qolsin deb javob berishgan. 30% esa ha o'tsin deb javob berilgan. Bu kriptovalyuta ichida xuddiki xalq qo'zg'oloniga o'xshaydi, ya'ni bitta proyektning ichida xalq qo'zg'olon ko'tardi. Ya'ni proyekt bilan xalq bir-biri bilan urushyapti. Ana endi tasavvur qiling, bir nechta ssenariy bor. Birinchi ssenariy bo'yicha agar butun naming Aave Labslar DAOga o'tadigan bo'lsa, ertaga markazlashmagan birjalarni yoki markazlashmagan platformalarni yaratayotgan kompaniyalar cho'chib qoladi. Ya'ni o'zi yaratayotgan bir kompaniyasini ulushi yoki kompaniyasini nima deydi, bolasini birovga berib qo'yishni hech kim ham xohlamaydi. O'shaning uchun mana bu xabarni ketidan kuzatib turish kerak va bu DeFi yo'nalishida, ya'ni markazlashmagan birjalarning yo'nalishida juda birinchi pretsedent bo'lishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Hammani o'z joyida qolgani yaxshimi yoki markazlashmagan bo'lgan narsa butunlay markazlashmagan bo'lish kerakmi yoki yaratganlarni qo'lida qandaydir ishlatish mumkin bo'lgan funksiyalar qolish kerakmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aster tokeni 23 dekabrdan buybackning 5-bosqichi boshlanganligi haqida e'lon berdi. 23 dekabrdan Aster DEXida, ya'ni markazlashmagan birjasida bo'layotgan savdo-sotiqdan ishlanayotgan komissiyalarning 80% Aster tokenini qayta sotib olishga ishlatilishini e'lon qildi. Bu esa dollarda qanaqa summa ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda Aster DEXida markazlashmagan birjasida savdo-sotig'idan komissiyasidan ishlayotgan bir kunlik puli hozirgi kunda $1 million atrofida teng. O'zining maksimumida $3-4 million bir kunda ishlashgan. 1 millionni agar 80% bo'lsa, demak Aster tokenini kuniga $800,000 bozordan qayta sotib olishga ishlatishadi. Hozirgi kunda Aster tokenining kapitalizatsiyasi 1 milliard 650 million va uning narxi 0.7, ya'ni 70 sent atrofida savdo sotiq qilinyapti. Sizningcha bu
tokenning narx ko'tarilishiga ta'sir qiladimi yoki bu juda kichkina summami? Kripto haftaligining oxirida keling sizga tarixdan bir kichikgina lavha tushuntirib beraman. Bundan roppa-rosa 15 yil oldin 23-dekabr 2010-yilda Bitcoinning ilk ishtirokchilaridan biri Hal Finney, hali ko'rasizlar, Bitcoin banklarning rezervida ishlatiladigan valyuta bo'ladi. Xuddi banklar oltinni qanday qabul qilgan bo'lsa, Bitcoinni ham shunday qabul qilishadi deb aytgan edi. Bugungi kunda biz nimani ko'ryapmiz? Banklar u yoqda tursin, AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari davlati o'zining Bitcoin rezervini yaratib va u yerga Bitcoinni sotib olishni boshlagan. Ana endi sizga savol, bundan 15 yil keyin Bitcoin qanaqa joyda bo'ladi? Xullas do'stlar, mana shu bu haftadagi kriptovalyutadagi xabarlar edi. Sizlarni ko'rib turganimdan yana bir bor juda xursandman. Albatta, bu video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like, podpiska hamda menga motivatsiyani bersalaring, keyingi hafta ham aynan dolzarb, siz eshita olmay qolgan xabarlarni aynan mana shu YouTube kanalimda sizgacha olib kelib beraman. Hammaga rahmat, Don Kripton, birgalikda bo'ling.